Shahrixonda Ahmadbeyda ishlarimiz mo'tadil davom etyapti. To'sinlarni terib, cho'rnilarni qo'yib oldik. E'tibor beringlar. Rigilimizdan 60 sm ko'chadagi kazivoyimiz ko'tarilib qolgan. Shunga taraf etib, shunga teng ko'ramiz. Teng kelganda mana bu derazani tepasi ancha baland bo'lib qolyapti. Oldiga shunaqa temir qo'yib, yechim qilib qo'ydik. Ikkiga bo'lib yuboryapmiz. Xullas shu derazaning tepasi ikkiga bo'lib, katta joy qolmasin deb to'sin teramizda. Keyin bu temirni ustidan shapga chiqib yopiladi. Derazalar quyoshdan, qordan ancha himoya bo'ladi shunda. E'tibor beringlar, mana chiroyli yechim bo'ldi. Shu yerga ham bitta ustun qo'yib, shu yerga ham ichi fermacha tashab yopamiz. Shunda bir-biriga padmas bo'lib chiroyli bo'lib ketadi. Kuzatib turinglar, shunaqa foydali videolarni qo'yib boraman. Xudo xolasa mana manfaatli video bo'ladi chamamda.